Assalomu alaykum rahmatullohi hammaga. Sizlar yaxshi keldinglarmi? Oy, shuncha vaqt yo'q edi va qaytish va gaplashish vaqti keldi. Tak, qancha 1 yil yo'q bo'ldim shekilli. 1 yil yo'q edim. Mana bugun qaytdim. Hayotimning yangi sahifasini ochib turibman desam bo'ladi. Bu yil ichida katta o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa ham, o'zim his qilgan narsalar juda ko'p. 4-kursga o'tdim. 3-kursni bitirib oldik. Xudoga shukr, 4-kursga o'tdim. Toshkentga borib keldim. Xitoyga qaytgach, sentyabrda qaytdim. 1-sentyabrda shu yerda edim, o'qish boshlandi. 1,5 oycha o'tdi. Zarur kasal bo'lib qoldim. Voqea kutilmagan narsa, chunki o'zi yoshlikdan men ko'z tegmasin, yoshlikdan kasal-pasal bunaqa narsalarga yo'qman-da o'zi. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, bo'lmaydi menda unaqa narsalar hech. Shunga zarur kasal bo'lib qoldim. O'zim ham bilmadim nima qilish. U больница borib yurgan bola emasman men, to'g'risi polniy sog'lom bo'lib jindiylar xullas. Больницаga bordik, больницada yotdim. 3 haftaga yaqin yotdim. 18 yoki 17 kun yotdim больницada. Больницasi ham yaxshi. Zo'r qarashdi, meditsinalari zo'r, atmosferasi ham yaxshi больницani. Yaxshi anaqam bor ekan, meditsinskiy страховкам bor ekan. Страховка xudo xolisi hamma narsani qoplab berdi. Xo'p, расход bo'lsa, расходni aytib yozib qo'ya qolaman. Ish pul bo'lganini 17 kun yoki 18 kun больницада yotganim mana shuncha расход bo'ldi. Shunaqa. Agar shu yerda bo'lsanglar, demak, bugun men bilan bir kunimni o'tkazasizlar. Ertalab 6 da turyapman. Bugun уже 4-kun ertalab 6 da turishim. Aytganimdek больницаdan chiqib hamma narsa o'zgarib ketdi hayotimda. Prям nima desa bo'ladi, qarab tushuntirsam bo'ladi bu narsani. Juda produktivniy bo'lyapti kunim. Oldin misol uchun soat 4 da kechki payt uxlab, obeddan keyin 2 da turib, bitta pari borib kelib bo'ldi, voy namchi tez tugyapti kunim degan bo'lsam, hozir soat 6 da tursam, shuncha ishimni bitirgan holimda, butun kunga qilgan rejamni, hamma ishlarimni bitirganimda, bundan soatga qarasam endi 12 bo'lgan bo'ladi. Oldinda necha soat vaqt bo'ladi. Kech payt 11 da uxlayman, 6 da turyapman. Bolalar bilan namoz o'qiymiz jamoatda. Agar iloji bo'lsa, mana shu videoga tiqib qo'yaman, hozir buni ham ko'rasizlar. Shuni bitirib chiqib uyga chiqaman, uyga chiqib, keyin sekin nonushta tayyorlayman. Misol uchun 2-3 kunga qilib kashalarni tayyorlab qo'yaman. 2-3 kunga qilib ужин, обед, shu hammasi mana shu 2-3 kunga qilib tayyorlab qo'yib, keyslarga solib, холодильник solib qo'yaman-da, чтобы ko'proq turishi uchun, hadib anaqani plitani ustida turmasligim uchun. Ovqatlandim, nima bo'ldi yana? YouTube ko'rib o'tirdim hozir. YouTube'da anaqa vloglar ko'raman xitoychada, чтобы anaqamni oshirish uchun. Ora-chorada mana shu narsalarni agar Xitoyga kelmoqchi bo'lganlar yoki Xitoyda meni ko'rayotganlar ko'rib ketadigan bo'lsa, o'zingizlarga nimadir olinglar meni hayotim kundaligimni anaqasidan. Sizlarga ham kerak bo'lib qolishi bugun bu narsa. Qolganlarga yoqimli tomoshami? Prinsip orada videolar tiqib ketdimi, ko'ra oldinglar nima bo'layotganini. Bu yog'iga kunimni davomini ko'rasizlar. Prinsip bugun planimda ko'p emas, sekin-sekin aytib ketaman. Ketdik. Tak. Soat 2 da imtihonimiz bor. Soat bizda 12 bo'ldi. Imtihonni faqat men bo'laman, faqat men uchastkada chiqaman. Shunga ustoz menga anaqa tashlab berdilar. Bu anaqa любой Xitoydagi ekzamen, to есть mana biz o'qiyotgan, misol uchun fakultetlarga, boshqa anaqalarga, qaysi fakultet bo'lishiga qaramasdan mana shunaqa videoda bo'ladi. Mana qalar. Ekzamenlar, ya'ni imtihonlar. Imtihon misol uchun semestr o'rtasida, semestr oxirida topshiriladi. Bu semestr oxirida topshirilgan imtihonim ustoz menga tashlab berdilar, tayyorlanishga osonroq bo'lsin deb. U ham kecha tashlab berganlar o'zi. Bugun mana hozir 2 soat qolganda, hozir sekin qarab chiqib, chiroyli qilib tayyorlanib olaman, чтобы keyin anaqada osonroq bo'lishi uchun. Ya'ni shunday zadaniyalarni tashlab berdilar menga, chunki xabarlari bor edi men anaqa bo'lganimdan, больницadaligimdan. Hamma уже topshirib bo'lgan, bitta men qolib ketganman. Shunga hozir bitta men uchun borib auditoriyada bitta dona men o'tiraman. Iloji bo'lsa ko'rsam videoga olib buni ham. Shunga tashlab berdilar menimcha, чтобы qiyin bo'lmasin, ko'p vaqtda yo'q o'zi tayyorlanishga. O'zi 3-4 kun oldin chiqdim больницаdan. Shunga hozir shunga tayyorlanamiz va sekin namoz o'qib, xudo xolisa azim o'tirib keyin chiqib ketamiz. Tak, tayyormiz, sekin chiqib ketamiz. Уже imtihon topshirib chiqqandan keyin больницаga ham o'tish kerak ekan. Больницаdan telefon qilishdi, anaqa deyishdi. Ikkita
Страховой kompaniyaga kerak bo'lgan dokumentlar bor-da, o'shalarni olmabman chiqib ketayotgan payti, shunga borib o'shani chiqarib kelish kerak bo'ladi. Kerak больницani ham ko'rsatib ketar ekanman shu videoda xolos. Qaranglar qanaqa zo'r narsa olganman. Tak, endi от первого лица modellar desam bo'ladi, sizlarga ko'rsatish uchun oson bo'lishi uchun plus buyog'iga mazza qilamiz. To'g'ri vloglanchi, xudo xolisa kachsinliroq chiqadi bu safar. Shikoyat chiqib ketdi ovuldim. Qiz banan berdi-da, kecha parapayt qornim ochib ketdi. Banan yeb o'tiribdi-da, keyin bananingdan qoldim-da dedim shundan. Qornim ochib ketdi, hidi chiqib ketdi, banan yedim, parapayt yedi-da. Ha, yana bitta bor dedi. Bermang dedi. Keyin 3 ta oldim. Shu o'rtoqlariga beraman deb. Bitta donasini berdim o'ziga, o'rtoqlari anaqa qilmadi. Bilmayman, imkon bo'lmadi emas u. Bermoqchi edim ularga, просто anu. Sibarat, menga qaraman, beraman dedim. Endi o'sha qarab o'tirdi menga. Признался, еще qarab qolgan payti berardim. Okey, вроде всё. Tikib tursak bo'ladi. Tayin, xo'p, xo'p. O'zim. Berganimda ne bitta o'zim. Chunki anaqa bitta men ulgurmadim topshirishga. Qolgan hamma topshirib kelib. Tak, yoz bo'ldik, chiqdik anaqadan, imtihondan. Hozir sal baqir-chaqir pastga gaplashamiz. Tak, imtihon topshirib chiqdik. Xudo xolisa yaxshi o'tdi degan umiddaman. Selim ozgina vaqtim bor edi tayyorlanishga bu narsaga. Xudo xolisa yaxshi yozdim shekil. Oldida yana ikkita imtihon bor. Uni ham shu banlik sabab o'tkazib o'rganman. Banlik sababchi bugun bormayman. Havo вообще suv tushib qoldi. Chota pogodaga qarasam, вроде xudo xolisa ertaga anaqa bo'ladi. Yaxshiroq havo bo'ladi. O'shanda sekin boramiz. Mayli, 2 kunda video vlog qilib qo'raman. Bir kun bo'lishi shart emas. Evet, shunaqa. Ovqatni ko'rasizlarmi? Da, endi jas shedevr narsa qilmayman u. Bu spagetti bilan вот tushonka, Toshkentdan kelgan tushonka. Ну, ko'rinishi o'ylab qarasak, lekin yomon emas. Buni kimdirga qarata ko'rinadi balki. Трусишь, Гарри? Немного. Правильно. Ovqatlam oldim, qorin to'ydim. Xo'p, endi mejiskiga o'tiramiz. Xitoy tilini IELTSga o'xshagan tema mejiski, bilsangiz kerak, bilmaganlarga aytaman. Magistratura topshirmoqchiman, shunga shu HSK 5 oladigan bo'lsam, xudo xolisa shansim bo'ladi. 4-kurs bo'lganim uchun hozir paralel kam, shunga paralel bitta dona para oldim menda hozir. Atak semestr boshidan ko'p edi. Ko'p qanaqa 4 ta para, 5 ta para bir haftada kamda bu Xitoy uchun. Вот, 4-kurs bo'lganim uchun ham kamaygan o'shancha paralel. Hozirgi sinov vaqtim faqat praktika, bitiruvchi praktika. И PhD diplom bor, o'shanga yozishga berilgan, ajratilgan vaqtim. Bo'ldi, все shu. Shunga hozir paralarim kam para, uncha chiqmayman paraga. Asosan shu ediman. Xudo xolisa 1 oy vaqtim bor, 26-noyabr bo'lsa, shu dekabrlarning oxirlarida yoki yanvar boshida topshiraman. Xudo xolisa bir hafta javob chiqib, sразу ofisga borib, sertifikat bilan birga registratsiyaga boramiz. Xudo xolisa magistrant bo'lsam bu kanalni umri yana 3 yilga cho'ziladi. Evet. Hali muqomimiz 8 bo'ldi. To'qqiz bo'ldi mana konchilar. Voy. Xudoga shukr. Og'ir. Qiyin-da. Imtihon hozir yetmagan imtihon yana qiyinlashgan. 2,5 mingta so'z bilish kerak bo'lgan oldin. Hozir endi 3600 ta so'z bilishingiz kerak. Nima qilaman endi hozir? Nolib nima qilaman? Bizni aytamizda. Olamiz shuni. Tak 9 bo'ldi. Hozir cho'qolab olaman. Ko'ramiz kino. Shu bilan soat 11 bo'ladi, yotamiz keyin. Sразу xayrlashib qo'yman unda, sizlar bilan ertalab ko'rishamiz. Ertalab 6 da. Davlat yaxshi dam olinglar.
Qanaqa yaxshi zamon? 2 sekund o'tadi sizlarga. 1, 2. Bizda xayrli tong. Aytdim 2 sekund o'tadi deb. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz shunaqa boshlanadi kunimizni. Hop. Kashan bor tayyorlaganim olishani yozam. Xudo xolisa sal o'tib bunaqa chiqib ishlaymiz. Uy, mashinamiz zaratiga qo'yish kerak ekanchi. Mashinamiz zaratiga qo'yilmagan. Ketdi. 一路提汤面。 Mamnun optisi bemalol olacağız. Bu boshqa kampusga boradigan ertalabki avtobus. Aytilamasa 6 chiqib ketadi birinchi anaqasi. Reysi. Tak, uydamiz. Bizga nima olamiz endi? Cho'poy ichib. Gets the match underway. Real Madrid in there. Tak, все, tayyormiz. Ketyapman. Bunaqa kiyib olgan sabab hozir mashina haydayman-da. Ko'cha sovuq babi. Shunga skuterda yurgan paytim shamol uradi-da. Metroga borganimizcha shu mashinaga maskada bo'laman xolos. Вот. Metroga tushgandan keyin yechib shu juda sovuq bo'lgani uchun ham sразу anaqa bormayman-da. То есть sразу skuterda haydab bormayman больницаga. Больницagacha sal uzoqroq yo'l. 10 kilometrmi-da, mashinadan xullas. Metroga kelib oldik. Voy, bu birinchi vlogim. Xudo xolisa zo'r chiqsin. Yaxshi syomka qolmas shekil. Yaxshi chiqsa, xudo xolisa anaqa ham qolamiz. Bunda DJ mikrofon olaman. DJ topib qo'ydim, просто ozgina pul yig'olman shunga. Yunus Rajabi'ye getirmemiz. Больницаga kirish bo'tdi. Shunda to'g'risida, shunda mashinamiz. Men masjidda 10-etajda yashaganman-da. Faqat shu narigi betida. Nomer masjiddan. Shunda to'g'risida magazin, mana men qizil magazin kirib anaqalar otuvdim. Produktlar tam mitsa bo'ladi. Mevalar, tudi-shudi. Bolalar meva olib kelib turadi, shu qolma qolgan payt. Shaq kirib otuvdim. Voy. 你好。 我前几天出院了，然后忘记那个把那个医院记录复印出来。你用微信交的叫病历是吧？是的，应该是吧。在那个通道，那个通道有个窗口。Mashina o'chib turarkanmiz. Yuzli ho'yiga shu. Tushunarli. Oxirisizmi? Ertalab 10 ga sana shunaqa o'chiribmi? Figa siga. 1 soatlarda xabarlashadi. Kino ko'rib turaman o'chiribdi. Yarim soatdan keyin olib kelsan deb bo'lsa. Yarim soatda anaqa bo'lguncha yuringlar, men sizlarga yashagan joyimni ko'rsatib chiqaman. 10 da yashagan. Yo'q, qanaqa 18 yashagan. 10 da anaqa yashayman. Telefonam. 10 da общежитие yashaman. Tak. Geldik. Bu основной fire
takoy o'tirgani, dadam olgani, yo'q-yo'qligini chiqadan qilib, patsientni boshqani qilib. Вот, o'tda bitta отделение uzun. Mana bu shu. И bo'tda bitta отделение. Men mana shu yerda yotdim. Men birinchi xonasida. Tak, bo'ldi, oldik. Mana chiqarib berishdi. Вообще ko'p mana qaranglar. Onasi deymisan, 40 bet. Kitob yozib berishgan. Tak, ishimiz bitdi. Bugun chaqashaman. Menimcha vlogni ham tugatib yaxshi, sekin uyga qaytaman. Rahmat ko'rib qolganlarga. Xudo xolisa keyingi выпускlarda ko'rishamiz. Men nimadirlar haqida gaplashamiz.